Bolalar orasida hozirgi kunda yurak nuqsonlari, paroklar nima uchun ko'payib ketdi? Dunyoda 1% tug'iladigan hamma chaqaloq nuqson bilan tug'iladi. Bu degani 100 tadan bittasi nuqson bilan tug'iladi. Nimaga mana shu holatlar ko'payib bormoqda? Nimalarga ko'proq e'tibor qilishimiz kerak biza? Bolani rivojlanayotganida onani birinchi trimestrda har xil kasalliklari, surunkali kasalliklari yoki anemiyalar bular hammasi bitta yurak tug'ma nuqsonini olib kelishi mumkin bo'ladigan bitta faktor. Xavfli paroklarni, ular bilan bog'liq holat nima bo'ladi? Beremenность, homiladorlik bilan nima qilishga, to'xtatish kerakmi yoki Biz hozir qilayotgan operatsiyalarimizni shu dunyoviy teng почти klinikalar bilan bir xil operatsiyalar qilyapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli Medion klinikasini kuzatuvchilari. Bugun navbatdagi podkastimizda sizlar bilan bolalar yurak kasalliklari haqida to'xtalib o'tamiz va u nima sababdan kelib chiqishi, nimalarga e'tibor qilinishi yoki qanday davolanishi yoki qaysi tartibda reabilitatsiya qilish, parvarishlash mavzulari haqida sizlar tomonidan kelgan savollarga biz javob berib o'tamiz. Ushbu mavzuni batafsil yoritish maqsadida bugun biz Medion Innovation klinikasi rahbari, tibbiyot fanlari nomzodi, kardiojarroh Arabek Qayumovni taklif qilganmiz. Arabek Ravshanovich, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum Shohjahon Alisherovich. Taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Keling, mana boshidan biz kelishib olamiz. Podkastimizni cho'zmasdan eng asosiy aniq savollarga javob berish formatida, ya'ni shunda ko'rgan odam eng qiziq joyi qayerda ekan, oxirdamikan degan savollarni bermasdan, o'sha birinchi minutlardan eng kerakli savollarga demak biz javob berib o'tsak. Birinchi sizga beradigan savolim, bolalar orasida hozirgi kunda yurak nuqsonlari, paroklar nima uchun ko'payib ketdi? Har doim nuqsonlar bo'lgan va bundan biz qochib qutula olmaymiz. Dunyoda 1% tug'iladigan hamma chaqaloq nuqson bilan tug'iladi. Bu degani 100 tadan bittasi nuqson bilan tug'iladi. Hozirgi kunda prezidentimizni tashabbuslari bilan qilayotgan islohotlar bo'yicha bizning doktorlarimizni har xil dunyodagi nufuzli eng yaxshi klinikalarga borib, o'qib kelib, malakalarni oshirgan paytda shuni hisobiga bizda nuqsonlarni raniy periodda yoki o'sha erta paytda aniqlash juda ham yaxshi. Skriningda birinchi trimestrda yoki o'sha yurak urishni boshlagan paytda biz o'sha parokka yo nuqsonni qo'ya olamiz. Bu bizga juda qo'l kelyapti. Bolalar og'ir paroklar borki, когда biz aytamizki, чтобы bolani dalshi rivojlantirmaslik yoki dalshi uni tug'dirmasligiga maslahat beramiz. Bunaqa bolalar biz tug'ilgandan keyin ota-onaga juda katta problema olib keladi. Bu 180 gradus shu yosh oilani hayoti o'zgaradi. Bola ikkinchi bo'lsa, unda birinchi bolaniga qaraganda уже mehri kamayib borish boshlaydi, потому что hamma mehri, hamma fokusi shu kasal bilan tug'ilgan bolaga qaralib qolyapti. Juda ham to'g'ri gapirdingiz. O'zi bitta oilada farzand tug'ilishi qanchalik bir mukofot va farzandlarimiz bor. Farzandlarimiz misolida o'ylab ko'ramiz. Oddiy tomog'i og'rib qolsa, qanchalik ko'p biza ulardan ko'proq aziyat chekamiz. Endi bu butun boshli yurak nuqsoni, parok mavzusi bo'lganda, endi buni juda ham qo'rqinchli vaziyat. Mana shunaqa vaziyatlarga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? Balkim homiladorlik paytida qanaqadir bir kelinlarga yaxshiroq munosabat bo'lish kerakdir yoki qanaqadir bir ularda homiladorlik vaqtida uchrayotgan stresslar sabablimi? Nimaga mana shu holatlar ko'payib bormoqda? Nimalarga ko'proq e'tibor qilishimiz kerak biza? Birinchi navbatda bu onani parvarish qilish. Kelinlarni, hozir bizning tilda aytganda kelinni, если bizni ota-ona tarafdan qaraydigan bo'lsak, unda kelinni parvarish qilish, yaxshi qarash. Bu bitta faktor. Yurak tug'ma nuqsonlarini faktorlari juda ko'p. Haligacha hech kim
bilmaydi, nimaga nuqson kelib chiqyapti. Buni faktorlari bittasi bu genetik faktor. Keyin yaqin qarindoshlarni bir-biriga turmush qurishi. Bu ham juda katta bizani hozir O'zbekistonda juda ham rivojlanib ketdi bu holat. Eng yaxshisi xolamni qizi, ammamni qizini olaman, o'zimni ko'zimni ostida katta bo'lganda o'sha. Bu ham bitta bizani problemamiz. Shunaqa oilalarda yurak tug'ma nuqsoni xavf guruhi ko'proq. xavf guruhi ko'proq bo'ladi. Bolani rivojlanayotganida onani birinchi trimestrida har xil kasalliklari, jumladan onani birinchi trimestrida kasal bo'lishi yoki surunkali kasalliklari yoki anemiyalar, bular hammasi bitta yurak tug'ma nuqsonini olib kelishi mumkin bo'ladigan bitta faktorlar. Mana shu joyda yoritib o'ting iltimos. Mana homiladorlar erta bosqichda shamollab qolsa, tomoq og'rig'ida har xil bilib bilmay dorilarni ichishi, bunga qanaqa qaraysiz? Men bunga juda yomon qarayman. Birinchidan har bir homila bo'lgan ayol har doim doktor nazoratida bo'lishi kerak. Ginekolog nazoratida bo'lishi kerak va o'sha ginekolog назначенияsi bo'yicha dori ichib bolani to'g'ri rivojlanishiga olib kelish kerak. Hozirgi kunda bizda shu problemaki, shu qaynanalar yoki ota-onalar shu qizini yoki kelinini doktorga olib borishmaydi. Ko'p o'zligi tabiiy lecheniya qilishga harakat qilishadi-yu, no bu bilishmaydiki, shu hozirgi kunda bu ko'proq zarar olib keladi, chem qanaqadir foydadan ko'ra. Juda to'g'ri. Qarang, mana shu joyda kuzatuvchilarimizga aytib o'tsak bo'lar ekan. Demak, siz keliningizga yoki erkak kishiga aytadiganimiz, siz ayolingizga emas, siz bo'lajak avlod, o'zingizning naslingizga qilayotgan g'amxo'rligingiz bo'ladi, onaga bo'lgan munosabatingiz desak to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'ladi. Tushunarli. Keyin yana bitta savol juda ko'p ijtimoiy tarmoqlar orqali beriladi. Bolam ko'karib qoldi. Bolamda ko'karishlar bor, yig'laganda ko'karib qoladi. Bu ham qanaqa bir parokli turlarimi? Shunaqa paroklarda shunaqa holatlar kuzatiladimi? Paroklar ikkita turga bo'linadi. Birinchisi bu ko'k paroklar deyiladi va ikkinchisi oq paroklar. Ko'k paroklar bu o'sha o'pkaga ketayotgan qonni yetib borishini buzilishi. O'shanga bizda ko'karishlar paydo bo'ladi. Bola o'sgan sari yo yig'lagan sari, yig'laganda ko'karib qoldi deyshadi. O'sha o'pkaga kerakli miqdorda qon yetib bormagandan keyin bu ko'karish boshlaydi. Ikkinchisi parokli bu oq parokli. Bunda bizda qon buzilishi bu yurakning ichida septalli defektlar yoki qorinchalar yo bo'lmachalar o'rtasidagi nuqsonlar bu oq parokli deyiladi. Ko'karib qolish paroklari bu ham hozir oldindagi lecheniyalar emas, hozir уже noodatiy lecheniyalar kelib chiqqan. Bizda mana bizning klinikamizda tomir ulashadi deyshadi, boshqa joyda biz unaqa operatsiyalardan o'tib ketganmiz. Bolani qiynamaymiz ham, bolani kesmaymiz ham. Biz o'sha o'zini yengich usullari bilan operatsiya qilib, tomir orqali kirib, shu birinchi etapini qilish mumkin. Tushunarli. Mana bola parok bilan tug'ildi deylik, nuqsoni bor. Shuni tug'ilguncha aniqlashda hech ham imkoniyati yo'qmi? Qanaqadir bir birlamchi tekshiruvlarmi? Shuni shu haqida gapirib o'tsangiz. Parok har doim birinchi bo'lib skriningda aniqlanadi. Yurak urishi boshlagandan keyin bizni почти 90% biz u parokni ko'ramiz tashxisini qo'ysa bo'ladi. Lekin hozirgi kunda yana aytib o'tamanki, bizani ota-onalar yo qaynana-qaynatalar shu ayollarni shu skriningga ham olib borishmaydi. Ko'rsatishmaydi va shu nuqsonlar bilan bolalar tug'ilishadi. Hech qanaqa doktorlar nazoratida bo'lishmaydi. Shunga bizda nuqsonlar og'ir paroklar bilan tug'iladigan bolalar ko'p. Boshqa dunyoviy shaharlarga qaraganda. Yoki o'sha skrininglarda aniqlansa ham biron bir qaror qabul qilishga ular shoshilishmaydi. Doktor gapiraveradi degan hozir trenddagi gap bor. Arabiy ravshanch mana parok aniqlandi skriningda, erta bosqichda homilani, o'sha ayolning homiladorlik paytida aniqlandi.
Shunda qanaqa qilib to'g'ri tavsiya berish kerak? Homilani qanaqa rivojlanishi bo'yicha shu haqida bir fikrlaringizni bildirsangiz. Shohjahon Alisherovich juda aktualniy savol berdingiz. Hozir sizga bu qisqa tushuntirib ketishga harakat qilaman. Skriningda уже bizni 5-6 haftasida yurak urishi boshlaydi. Biz buni ko'rganimizda porok aniqlaymiz. Porok aniqlaganimizdan keyin uni ham bo'lsa bo'ladi. Hayot bilan несовместимый жизнью deyiladi. Ikkinchisi bu bo'lib prostoyroq poroklar bularni tug'dirib, keyin shu kerakli paytida, kerakli srokida operatsiya qilib beriladi. Hozirgi kunda bizni eng qiyingi juda muammolar bilan qanaqa muammolarga kelyapmizki, qanaqa bu ota-onalar, qaynalar, qaynatalar kelinlarini yoki qizlarini o'sha doktorga olib bormaydi, skriningdan o'tkazishmaydi. Skriningdan o'tkazdik deb shoxda spravkalar olib kelib berishadi va shundaki biz ko'p poroklarni o'tkazib yuboramiz. Mana shu birinchi xavfli poroklarni ular bilan bog'liq holat nima bo'ladi? Beremnist homiladorlik bilan nima qilish kerak? To'xtatish kerakmi yoki shu haqda? Несовместимый bo'ladigan bo'lsa, to unda, конечно, biz tavsiya qilamizki, homiladorlikni to'xtatish kerak bo'ladi. Navbatdagi savol, qaysi poroklarni tez operatsiya qilish kerak? Qaysi poroklarni kutsa ham bo'ladi? Mana ko'p xalqimiz ichida aylanib yuradi-yu, buni 3 yoshgacha kutish kerak ekan, 10 yoshgacha kutish kerak ekan. Shu hamma poroklarga taalluqlimi shu yo o'zini qanaqadir kategoriyalari bormi? Hozirgi kunda dunyoda hamma poroklarni 1 yoshgacha operatsiya qilib tuzatishga to'g'ri harakat qilinadi. Lekin og'ir poroklar, kritik poroklar deyiladi. Kritik poroklarni, конечно, tug'ilgandan keyin operatsiya qilish kerak. Bir xil poroklar bor, birinchi haftaning ichida operatsiya qilish kerak bo'ladi. Demak, aniqlandi. Porok aniqlangandan birdaniga mutaxassisga murojaat qilish kerak va uni o'zlari aniqlab berishadi. Buni test qilamiz yoki buni sal kutsak ham bo'ladi. Kutsak bo'ladi, to'ppa-to'p. Hozirgi kunda mana zamonaviy bolalar kardioxirurgiyasida qanaqa yangiliklar bor? Shu bilan o'rtoqlashsangiz. Hozirgi kunda butun dunyoda kardioxirurgiya rivojlanib bormoqda. Shu darslarda bizning ham yurtimiz rivojlanib boryapti. Biz hozir qilayotgan operatsiyalarimizni shu dunyoviy teng почти klinikalar bilan bir xil operatsiyalar qilinyapti. Rivojlangan mamlakatlarda ko'p poroklar endovaskularni yopsa bo'ladi. Bu degani tomir orqali yoki bizani xalqda aytadigan yopiq usulda yo lazer bilan deyishadi. Lazer bilan deyishadi. O'zi shu haqda lazerga ham bir gapirib o'tsangiz, lazer ishlatiladimi o'zi? Yo'q, lazer ishlatilmaydi. Tomir orqali kirib, o'sha yerda teshigini zonchik bilan, spetsialniy okklyuder deyiladi, shu zonchik bilan yopib qo'yiladi. Demak, ko'krak qafasini kesmasdan qilinadigan operatsiyalar hozirgi kunda mavjud va bu aynan Medion Innovation klinikasida qilinmoqda. Mana hozir Medion Innovation klinikasida yurak tug'ma nuqsonlari bilan statistikamiz bormi? Qancha operatsiya qilinadi va ulardan qanchasi ochiq usulda qilinadi va qanchasi yopiq usulda qilinadi? Har kuni, har hafta, har oy va har yili bizda statistika olib boriladi. Bu bitta bizdan bu har bir doktorni o'ziga qiziq bo'lgan va o'zini statistikasini olib boradi. Va jumlada bizning ham klinika o'zimiznikini olib boramiz. Bu o'tgan yili Medion Innovation klinikasida 300 dan ortiq operatsiya o'tkazilgan. Undan atigi 5% bu yopiq usulda bo'ladigan operatsiyalar. Qolgan 95% bu ochiq. Lekin shu narsaki, shu bizning klinikaga уже tayinlanib, уже bilib turib keyin kelishadi operatsiyaga. Первичный emas, уже bilishadi ularga ochiq operatsiya kerakligini. Shunda ham biz harakat qilamiz, bularga yordam qilib, yopiq usul kerak bo'lsa, biz yopiq usul taklif qilamiz va yopiq usulda operatsiya qilib beramiz. Eng qiziq savolda, hozir mana Toshkent shahrida, umuman O'zbekistonda yetarlicha klinikalar mavjud. Nima uchun insonlar bolalarida agar tug'ma nuqsonlar paydo bo'lsa, nima uchun Medion klinikasiga murojaat qilishlari kerak? Bizning qanaqa ustunligimiz bor yoki kamchiligimiz bor? Buni ochiq ayta oladigan holatlar.
Medion Innovation klinikasida man o'zim Novosibirskda o'qiganman. Va hozirgi kunda Novosibirskdan kelgan mutaxassislar, professor Yuriy Semyonovich Sinelnikov va komandamizni anesteziologlar, reanimatologlar va bosh jarrohimiz hammamiz Novosibirskda o'qib, o'sha yerda tajribani oshirib kelganmiz va международный standartlar bo'yicha va har bir kasalga individual подход qilib, har bir bolachaga individualniy подход qilib, o'zini problemasini eshitib, shunga qarab biz ularga yordam qilishga harakat qilamiz. Demak, har qanday yurak tug'ma nuqsonini bartaraf qilish uchun yetarlicha komanda shakllangan. Xo'p. Yana bir savolim, ko'pchilik buni ham beradi. Bu paroklar nasldan naslga o'tadimi? Ota-onasida parok bo'lsa, shu bolalarda ham shunaqa holatlardan qo'rqish kerakmi? Bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Hali aytib o'tganimdek, bu ham bitta katta faktor nasldan naslga o'tish. Genetik faktor. Bizda mana yaqinda bitta kasal keldi. Uchala bolasi ham parok bilan. Yana bir xil parok. Amakivachchalar bolalari ham ular bilan bir xil parokda. O'shanda biz bir haftada почти hammasini operatsiya qildik. Bitta oiladan kelganda 5 ta bola bitta parok bilan, bir xil parok bilan. Mana sizga ochiq пример, что nasldan naslga o'tishi. Sizni ham ijtimoiy tarmoqlaringizni portlatib yuborsa kerak shu savol bilan. Juda ko'p yozishadi. Paroki bor bo'lgan qizga yoki paroki bor bo'lgan bolaga uylansa, erga tegsa bo'ladimi? Qanaqa o'zi? Mana shu haqda ham bir javob berib o'tsangiz. Hozirgi kunda paroklar hammasi 99.9% sog'lom bo'lishadi. Operatsiyadan keyin. Bu yetarlicha katta statistika lekin. Hamma, endi men aytmoqchimanki, operatsiya bo'lgan bolalar hammasi sog'lom. Ularda hech qanaqa ограничение yoki qanaqadir cheklovlar yo'q. O'shanga ular bemalol oila ham qura oladi, bemalol sportga ham shug'ullanisha oladi, bemalol o'zini o'sha nima yoqqan ishini qilib, oddiy bolalardek katta bo'lishadi. Xuddi sog'lom bola qanaqa bo'lsa, hech qanaqa ularda ham cheklov yo'q. Ularni ham o'ziga yarasha hayoti bor, ular ham o'zidan kelgan nasl qoldirish kerak va ular ham o'ylanish kerak, erga tegish kerak, oila qurish kerak. O'shanga hech qanaqa cheklov yo'q va bu degani bularni bolalarida ham parok bo'ladi degani emas. Biz buni bilmaymiz. Если biz bilsak, to unda Nobelskiy premiya beradi. Tushunarli. Hurmatli kuzatuvchilar, demak mana ko'rdinglar, mana eng dolzarb mavzuga javob topildi. Demak, parogi bor bo'lgan insonlar parogini davolatgandan keyin bemalol o'zini to'laqonli hayotini yashashi mumkin. Sog'lom inson qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa tarzda yashab, bemalol umr kechirishi mumkin. Faqatgina o'sha aytganimizdek buni davolash kerak. Vaqtida e'tibor qilib, doktordan qo'rqmasdan. Alibek Ravshanish, hozir mana shu javobingizda yana bitta savol tug'ildi-da. Mana vaqtida degan gapga siz aksent qaratdingiz. Kechikib qolish ham bo'ladimi? Ya'ni operatsiya qilib bo'lmas ekan endi sizlarni yoki operatsiya qilsa yaxshi bo'lib ketish ehtimoli juda past bo'lgan holatlar ham kuzatiladimi? Bunaqa holatlar juda ko'p. Ko'p ota-onalar bolasini kasalligiga ishonmaydi, parokiga ishonmaydi, tan olmaydi va shu bolani olib yuraveradi. Hali aytganimdek, oq parok ko'kka aylanib ketadi. O'sha ko'kka aylangandan keyin uni operatsiya qilib bo'lmaydi va kech qolishadi. Keyin yugurib kelishadiki, iltimos doktor yordam beringlar, operatsiya qilib beringlar, yo nimadir qilish mumkinmi, yoki boraman Indiyaga olib ketaman, yo Rossiyaga olib ketaman deydi. Lekin o'sha kech qolingan bo'ladi. Amerikaga olib borsa ham, Germaniyaga olib borsa ham o'sha kech. Bunaqa bolalar juda ko'p va yana
уже katta bo'lib kelgandan keyingina olib kelishadi. Yordam beringlar, operatsiya qilib beringlar. Operatsiya qilinganda ham, yo'q qilmaganda ham baribirga oxirida keyin nima deyishadi? Doktor siz aybdorsiz yoki doktor siz yetmagan edingiz. Buni bizga kelishadi. Kech qolgandan keyin voy mana bu doktor menga yetmagan edi-ku. Hali yurib turish kerak ekan-ku deyishadi. Lekin oxirgacha bundoq o'ylab qarasangiz, be'tiborli shu ota-ona mayli mana bu etdi-ku degan narsa yo'q. Har doim hozirgi kun mana rivojlanib kelayotgan O'zbekistonimizda juda malakali mutaxassislar ko'p. Har bir ota-ona parok qo'yildimi, bittasini eshitdi, ikkinchisini eshitdi, uchinchisini eshitdi. O'shanda 3 ta мнениеdan keyin ular o'zi hal qiladi. Hech qachon bitta мнениеda qolib ketish kerak emas. 2 ta 3 tasiga borsin. O'zini rayonida bo'lmasa Toshkentga kelsin. Toshkentga kelmasa, hozir Toshkentga kelish ham shart emas. O'sha rayonda, o'zini oblastida kardio jarrohlar bor, malakali doktorlar bor. Ular bilan gaplashib olib borsa bo'ladi. Yoki mana bizani ham ijtimoiy tarmoqlarimiz Arabiy Ravshanovich полностью ochiq. Xohlagan paytda biz o'zimizni mana hozir shu podkastda tagida kontaktlar, Medionniki, o'zingiznikini qoldiramiz albatta. Bemalol ular sizga murojaat qilishsa bo'ladimi? Telegram orqalimi yoki umuman Instagram orqalimi? Ularning savollari javobsiz qolib ketmaydimi? Yo'q. Har Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha malakali konsultatsiyani ular onlayn ham olishi mumkinmi? 24/7 bizda call center ishlab turadi. 24/7. Medionni call center ishlab turadi va qanaqadir savollar bo'lsa, shu call center bizga beradi, biz o'zimiz javobimizni beramiz. Yoki men o'zimizni kontaktlarimizni Telegram kanalidan qo'yib ketamiz. Hozir podkast tagiga o'shatgan yozsa, biz javob beramiz. Harakat qilamizki, maksimalniy tez javob berishga. Qancha tez maksimalniy javob bersa, shuncha bitta hayotni qutqarib qolishga harakat qilamiz. To'g'ri. Mana faoliyatimiz davomida ham ko'p guvohi bo'lamiz. Mana Telegramdan, Instagramdan hech qachon bitta savol ikkinchi kuniga qolib ketganini men ko'rmaganman. Chunki mana o'zingiz boshchiligingizda ham o'zingiz javob berib chiqasiz yoki boshqa bir mutaxassislarga to'g'ri yo'naltirib qo'yasiz. Aytmoqchimizki, Medion Innovation klinikasiga agar qanaqadir yurak nuqsonlari, umuman boshqa kattalar bo'yicha muammolarmi, yurak muammolari bo'ladigan bo'lsa, bemalol ijtimoiy tarmoqlarimiz sizlar uchun ochiq. Bemalol savollarni jo'natishinglar mumkin. Va biz kerakli tavsiyalarni imkon qadar qaytarishga harakat qilamiz, berishga harakat qilamiz, chunki onlayn bu baribir onlayn. To'g'rimi? Baribir menimcha o'zimizda kelib, ko'zimiz bilan o'sha ahvollarni ko'rganimizga yetmaydi. Nima deysiz? To'g'ri, lekin hozir biz klinikamizda telemeditsinani rivojlantiramiz. Shuni hozir yo'lga qo'ymoqchimiz. Har bir oblast onlayn, bu onlayn deganda Telegramda emas yoki boshqa emas, как бы televideniya orqali kasalni ko'rib turgan holda. Ko'rib turgan holatda turganda shu exoni qo'yib ko'rib, exoxonadami yoki doktor ko'rayotganda biz ham parallelni ko'rib tavsiyamizni bera olamiz. Bu hozir mana eng rivojlangan shaharlarda aktual. Biz ham mana shu narsani yo'lga qo'ymoqchimiz. Tushunarli. Arabiy Ravshanovich, o'zingizni qadrli bo'lgan maslahatlaringizni berganingiz uchun sizga kattakon rahmat deymiz va har safar har bir podkastimiz oxirida shuni bir traditsiyani an'ana ko'rinishida qoldirmoqchimiz. Agarda mana shu patsientlarning qanaqadir savollari bo'lsa, ushbu podkast tagida savollarni berib chiqishsa, demak, javob berishga tayyorsiz. Tayyor. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bugungi podkastimiz Xudo xolasa o'z poyoniga yetdi. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Albatta, keyingi ko'rsatuvlarda, keyingi podkastlarda agar qanaqadir savolinglar bo'lsa, berib boringlar. Biz mana Arabiy Ravshanovich chaqirganligimiz bu birinchisi va oxirgisi emas. Xudo xolasa sizlar tomonidan kelayotgan savollar qanchalik ko'p va aktualligiga qarab, biz ushbu shifokorimizni albatta yana taklif qilamiz. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. O'zingizni ishlaringizda, klinika ishlarida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.